Bundaq chiqib kelsangiz qandaq bo'ldi? Bir ner turing ha. Bundaq chiqib kelsangiz lider o'zal ahvolga tushib qoldi, direktor. Xapmay birdam o'tirishib bering. Siz hal kim uchun xizmat qilyapsiz? Dadam uchunmi, men uchunmi? Hozir albatta sizga xizmat qilyapman. Siz nima deb aldaysiz meni? Aminadamdan kelishidan rostlik xabarim yo'q. Men faqat chiqqanlar bil tomoq yedi deb o'ylagan. Bu sizningcha xizmat iqtidoringizni misli borligini isbotlaydi. Men ko'rishmoqchi bo'lgan odamning kim bilan bilinligini bilmayman da men. Kechiring direktor. Men faqat o'ylamabdiman. Nima bilan bo'lishini qat'iy nazar, o'zingiz terg'ashqa o'zingiz mas'ul. Meni qanday o'sal ahvolga tushirib qo'yganingizni bilamsiz? Ha? Bilamsiz? Bu degan dadangizning loyiqi. Kelgusida baribir bir oila kishilar bo'lib yashaysizlar. Men u xotin bilan bir oila kishilari bulamdim, bo'lmamdim o'zimning ishi. Siz aralashmang. Ha? Çay iç. Ha bu. Ekran kapat. Aman. Ayca. Akka. Bu ballarını hazırki vakitte meylik koyup versen bombaydı deymen. Oy ulanın rayıq beqi versençi fakat yaxşı olmaydı. Ha, fakat yaxşı olmaydı. Cesur'un işimi bir ay berip kaldı. Ben onun küçük vaktimde bir balın dadı soğuk boğana yapar. Vay şu. Ana Parizat qarğına. A balısımçı özü bilen tanlı bop kaldı. Vay senin bu balların terekte yoğunluğunu bilen hemmimiz özmeylik koyup verip yüreşiyivergen. Bula, ikinci bir gep bula. İkinci bir gep bula apal. Keldiniz mi kızım? Ha dada, ben geldim. Hı. Ben geldim. Ha buldum. Hey akka. Vay bulanın könlünü ayağını versen bombaydı yeşçü kündüğün çoğup gidiyordu değme. Fakat bombaydı dağa. İkinci bir gep bula. İkinci bir gep bula. Ay burunqı zaman bulduğun bozcu bundaq yeş çoğuyup ketken ballani oy qeyrjik top kaptı, qeyr kızıp kaptı deydi haqı. Şunda deydi dağa. Ey, bir ağandın, bir açqandın gep sorma dep. Bugünkü beşini ağırtmayı duraylı efkam. Ha, beşini ağırtmaylı yapalım. Kaçak saklavırsa değmen de. Saklamaylı dağa. Optu. Meyve. Ala akka. Cesur. Gaplarım sal qo'pol ketdi, ko'nglingizga ammo. Aslida biz Barnoni aspirantlikda o'qitmoqchidik. Lekin u sizindan o'qishdan voz kechmoqchi bo'lyapti. Agar siz Barnoni rostli yaxshi ko'rsangiz, uni to'sqinlik qilma. Mening o qizim bek jahil. Men onundan necha qatim paranglashdim. Lekin u zotli gapga kirmayapti. Cesur, buning hammasi Barno uchun. Men sizning shunday qila oladiganligingizga ishonaman. Gaplaringizni tushundim. Undaq bo'lsin ammo. Cesur. Sizden ötüne. Bo'ldi Akchay.
Yaxshimisiz? Jasurning uyi shumi? Shu, kiring. Yaxshimi? Men Jasurni istab kelgandim. Keling. Ha, kelin. Ay balam. Bu kız acabın bir çırayla kızken ha? Nasıl bek çıraylık ki? Cesur akamdan bekletelik yaptı. Aman, Oh. kim kızga o? Ay balam. Sen bahu, nöğütün ufkanı tat kızıp koyduğun buldun. Şu ufkanın layığı ki. Qaysan ana? Ya, Cesur'un. Chaqchaqamag'in ha. Uni qizli supa deb qo'yolmadi. Vay canım balam. Mening de müşkez xotin ishonginchimi? Ishinima. Sinan kezing so'ng ko'nglimni o'tkirtirsan. Vay. Vay, mana kirib aramingni ala. Hey. Buchu, bu kızın layıqlılığını anlap, ko'ngli kelib qoldi o'g'ay. Hey, o'zimni bir loyiq deb tegwas oldi vaqtida. Cesur akam bekli kilişken ha. Shundoq bo'lmaychi. U degan qo'yib qo'ygandek akamning yosh vaqtiga o'xshaydigan qilsa. Balam, siz piyollarni iching. Ha, qani ilan. Çay iç. Cesurni izlab keldim-da. Men Cesurni dadisi bo'lam. Men hadisi. Ha, menchi omsi. Siz Men Jasur bilan bir maktabda o'qigan. Keyin bir doktorxonada ishildik. o ishdan qaytib kelmidi? Doktorxonada yo'qmi? Shu doktorxonadan topolmay, telefonimni faqat elimda aloqalashamay, o'sha uyda bormikin deb kelishim. To'g'ri. Ondaqda siz Cesur o'li bir maktabda o'qiganmi? Men praktik qilib hozir yenib chiqdim. Burun birga ishlatdik. Qani. Ha, andichi. Hozir aspirantlik imtihoniga tayyorlik qilyapman. Nimaga? Cho'ng maktabdan imtihonsiz. Va yaxshi bu. Bu shu bak yaxshi ekan bu. Voy, keldingmi Jasur bola? Qaytib keldim. Ay, uyda mehmon bor bola. Turan. Ay. Ay, Cesur. Uyum qilvatsa bola. Ay, Jasur. Hey! Jasur qullarni og'rib Oy, yaxshimisiz? Jasur, nima odam? Hey, Jasur! Ma qiz chiroyli adabli qizkan-ku. Bizning Cesur'g'uchu toza mos keladigan qizgan. Uyga kelgan qaraganda Cesur'ga ko'ngli va o'xshaydi. Uni hamda yili Jasur kirganda o'zidan so'rab boqamiz. Voy, Cesur qachon ko'ngildikini bizga deb baqqan. Shu. Akam herkes bizga ko'ngilkin demaydi. Shu. Telefonini o'ynag'ini. Qizim, fikringiz bir qatim loyiqim bor deb baqdimi sizga? Yo'q dada, deb baxmadi. Voy. Voy, balkim badu dada. U ya kichik valumsa. Shuni so'rdim kepti. Ay, bu qizning uyga izlab kelganiga qaraganda ikkisining munosabati-chi odatga munosabat emas. Yurayotgan bo'lsa, so'qishib kelib telefonni olmasa, uyga izlab kelgan gap. Ay, voy, amma. Voy, qalaymiqan gumon qilmanglar bo'ldi. Voy, yeli Jasur qaytib kelsa o'zini so'rsanglar bo'lmadimi? Jang doktor deb gap tepaverdi ekansiz. Qizlar to'g'ri deydi. Qalay bu gap qilmag'ana? O qiz ketib qoldi. Bilimiz. Amsi men ma to'qqa olib kirgandim, qanday qilamiz? Yeymiz.
Yeyle. Meyveyala. Rahmet salın. Arzumaydi. Berna ne ketken de. Ben öyle gelsem yokken. Telefon kısam almadı. Neler yürüyken ben mi ensirap kaldım. Yağmurda kalmağında. Yakından beri o betçim kuruluşup git barda. Sen onun işlerine arılışıp almay, onun köngüldekini gözüp baksan kandak. Okşaptı balım. Voy, yo'l olib ketibsan bola. Kim qiz voy, ajab qo'pollik qilib ketding va? Voy, men gap qilyapman bola. Jasur. Ishni ochib, paranglashayli. Dada, sal charchab qoldim. Aytib paranglashayli. Cesurga nim bo'lgandi? Bu qiz g'ajab qo'pollik qilib ketdi. Shu qo'lidan so'rab bichora qizvolning. Bo'ldi, men bir ber baqay. Undaroq so'zlashib berdim. Jasur. Men adam. Biraj bo'lmagan do'fka. Nasıl diyorum siz kızın diye yerimizin çıkanlar. Çıkanlar baş oynanmış. Adresi koyla. Rizmetli kvadratlı. Siz çıkanlar. Vakti münasip olmasın. Çıkanlar. Berna! Oy nima oldu bana? Oy neymiş oldu? Nimancıda hem miran sürüp gitti bana. Bunca yağmurda ne yaptınız? Berna gitti bana. Berna! Berna ne oldu? Berna gitti. Berna! 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 Direktor, Amina Hanım'ın kızığa kemigeligini sürüştürmeyelik meni xatalığım. Lekin bununluk bilan bundan muamele qilsangiz qandaq bo'ldi? İmen, axsatqa deb qo'ying. Tul keynimga agishib, chivindek gijildab ishim pishirayotmisan. Bek bizar bo'ldim. Ha. Somkalarni yig'ishtirib, hozirlam yo'qolsin. Men unda kotibning keragi yo'q. Agar shunday qilsa, minnatdor bo'laman. Direktor, Yana bir gap. Bu keynimni gaqib, hamma gapni dadamni to'shimsin. Hamda anglab qolgan bo'lsam, bo'sh qo'ymayman. direktor, nimandaq ko'z kichiklik qilasiz? Didir bilan atdiganda telefon paranglashganligim uchun shunday qilamsiz? Didir shu sizdan Bo'ldi. Direktor, meni ipim tugimidi. Ondaqda çoğunlar bilan birga turmoqchiman. Qarang Jasur. Berna kichigidan tortib taqqacha patlatib boqmagan. O sizlarning o'yga tushunolmaydi.
Kıram. Ey. Ben size desem, ben bu ömrümde tuncu qetim bundaq sarangni uçurtuşum. 35 yaş kirib qepmi, 40 kichik bolg'ul o'xshaydi. Bo'ldi ya, va men ochiqni pullardan chiqasan, samrib olsin. Aralashma. Bundoq ishni savarjaroq bo'lishingiz kerak, xislatmidir. Men size desem, uchu bir Belikovga o'xshaydi. Qilibboz. Men odamiyligidan mas'ul bor. Uchiq chiqqan sarang. Neymişti direktör? Xislat. Mening ishxonam kirib, portmolimni menga gapiram, bizga jiddiy ish chiqib qoldi. Lekin bu masmiki. Nima? Voy, siz meni atdiganda ishdan bo'shatgan tursangiz, men hozir nas kerakligini yig'ishtirib, maqmoqchi bo'lib turyapman. Miyada bak muhim ish chiqib qoldi, qaram. Mat so'rabdim. Siz hozirning o'zida mendan kechirim so'rasangiz, men hammani bo'ldi qilyapman, direktor. Siz hozirdan boshlab yana mening katibim bo'ldimi? Nima? Nim dediniz? Ben faqatlab olyamadim, direktor. Voy, hozirdan boshlab mening katibim bo'ldimi? Undaqda bugun kechki uchrashish barsiz-ku deyman. Shunaqmi? Nima? Qaysi uchrashishga? Ha, pamamtınız, bo'ptamsiz, direktor. Qo'yvatdim. Ey, xislat, ha bo'ldi. Qo'shilay. Bo'ldi. Ma ish biza jiddiy ishtirok qilamiz-a? Bo'ldi. Men hozir o'zim tizimni olay. O'rningizda bering, direktor. Tinchlik yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Oy, Abdulcan. Oğlum, adaş, qanday ahvoling, yaxshimi? Oy, ata, qancha yil bu jenil zaqsha. 北京去了。 Ha? 到北京。 Beijing? 啊。 O Beijing'e nimaga bordi adaş? Oğlum to'y qildi, shu o'g'limning to'yini qilib etib qaytib keldim. Lopin bo'lgan ekan, o'g'limning ishtan og'asi keldi. Ey, rahmat, Loli, unutib qolmabsan meni. Ay, konag'ing bo'lgan. Seni unutib qolmayman.老大结婚了，结婚了，这不叫我了。哎呀，本来把你叫一下太远了嘛。近一点的话把你请一下的样子。 Senin bilan to'y qilib bordim adaş Beijing'e. Chet elda ham bordim. Ha, Beijing 怎么样？ 可以，那个大城市嘛漂亮，也是个现代城市。你看那个啥，我这次到北京去以后，北京人特别喜欢吃这个切糕。 Nima? Ha, bekeydi ekan. Ha, bunda da. Shunga munda o'ylab baqsam, yamisi ishkirga berib bir do'kon ochamsa ya. Voy adaş, qirg'a adam ishkirga qanday bormay qara. Bu do'konga ara yetishmayman ey. Voy adash, hozir o'zing bormaysan, hozir to'rli do'kon ichib pul tepatmamda. To'r deganini ya men uqmisam adaş. Uni qanday uqolmaydi ekan. Voy alimja. Undan sonra sizga birsini tanishtiray. Tanishtirib, ikimiz birga ya sherik bo'lamdik ya. To'g'ri bir do'kon ochmamda. Ama gipam bak yoqdi menga adaş. Rasmimish gap. Ras. Aka qo'lingni. He, Loli, 你挣钱厉害的很。哎，大家把我带上。行，没问题，没问题。哎，好，不要忘记了啊！不会，老朋友总会帮你的。好。 Menimcha siz va'dangiz tursiz, direktor. Nimaga asosan shunday deysiz? Siz o'zingizning g'ururini cho'ng bilasiz. Boshqalarning oldida yuzingizdan tushib ketmasligini umid qilasiz. Bu mening oldimda texmi shundoq. Shuning uchun siz boyiq va'dangizda cho'qim tursiz deb o'ylayman. Neçə yıldan beri yaşlarımız hazır bikatalab bo'lib ketyapti, tirishmayapti degan gap so'zlar bak chiqayapti. Shuningga qarata mushu filmda bolalarning tirishchanligi, bolalarning shaxsiyatchiligi ayrim holatda ifodalangan.
Şununğa yaşlarımızın özüge işinişini, her qandaq işini, əmgigini, qədirlişini, yaşlarımızın həmmisinin özünün tırışçanlığıdan, özünün şəxsiyyətçiligidən, muşu işlərinin həmmisini ayırıb qarab, tırışçanlığının nəticəsindən huzur elişini, şəxsiyyətçiligidən xicil bolışını, ata-anasının muşlar üçün qıpırvatqan hər bir işiға minnətdarlıq bildirişini ümid qılıman. Mening ballarım yenimdə bo'lmaganligi uchun hozirgi natijadan beri ballarımның qandaq buldığını özüm his qılamayman. Lekin şəhər turmuşida hazır turmuş ritminin aldırışlığıdır. Ballar ata-anasına şundaq muhtaç boğatıdı. Bütün aq terek bo'lib turgan ata-anası bo'lmasa, shu ballar şundaq jafoda qilatıdı. Lekin aq terek bo'lib bergan ata-analar bo'lganda, bu yosh ballar texmi minnatdorlik tuyg'usi bilan ata-anasining shular uchun qilib berayotgan har bir shular uchun ajr qilayotgan, shular uchun badal to'layotgan har bir qadamlarga rahmat aytishni umid qilaman. Mushu tuyg'u suslab ketmaskan deb o'ylayman.